Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Yaqında Amerika Simon Fraser Üniversitetining insonshunos va Uyg'ur tadqiqotchisi, yordamchi professor, Xitoyning Kamtiki yuqori texnikalik jazolash mustamlikasi nomli asarning avtori Darin Bayler o'zi bilan yana bir nomsiz tarjimon tayyorlagan 2018 yılı Xitay təcavüzçiləri tərəfindən Uyğur müstəqil mədəniyyətini yo'qotmoqchi bo'lgan deb qaralanib, 16 yillik muddatli qamoq jazosiga uchragan bugungi zamon mashhur modernist Uyg'ur yozuvchisi, ijtimoiy tadqiqotchi Farhod Tursunning Arqa ko'cha degan romanining Kolumbiya universiteti nashriyati tomonidan nashr qilinganligini Twitterda bildirdi. Ushbu xabar Twitterda intayin kuchli diqqat va qiziqish qo'zg'adi. Kolumbiya Üniversiteti nashriyatining tor betida mazkur roman haqida mundaq tunishtirish berilgan. Arqa ko'cha Xitoy davlati tomonidan g'oyib qilingan mashhur hozirgi zamon Uyg'ur yozuvchisi Farhod Tursunning odamni hayron qoldiradigan romanidir. U kirish qiyin bo'lgan Sharq Turkistonning markazida vaqtliq hukumat xizmatini topgan bir nomsiz Uyg'urga agishidir. Yezidagi azob uqubat va nomrodlikdan qochishni izlagan bu odamni bu shaharda kutib oladigan sovuq nazarlar va rad qilish bo'ladi. U ko'chalarning qishliq bulg'anishining tumanlari ichida o'ziga sonlar va puroqlarni so'zlab, havoyi havas, yirginish, aslimalar va asabiylik bilan kezib yuradi. Farhodning romani to'sqinsiz adabiy ijodiyat asaridir. Uning qo'zg'atishchan prozasi bir turkum ulgulik dunyo yozuvchilarining tubini eslatadi. Uningda mo'yandek Xitoy yozuvchilari, Kamus, Dostoyevskiy va Kafkalarning obrazlari va ritmlari, Elisenning Ko'rinmas odam degan asaridagi irqchilikning logikasining keskin ammo bemanzimcha operatsiyasi bor bo'lish bilan birga Uyg'ur adabiyoti an'analari va sufizm she'riyati qatorliqlarning qo'shilishidan tuzilgan Farhodga xos bo'lgan bir uslub bor. Arqa ko'cha shahardagi yolg'izlik, ijtimoiy zo'ravonlik, insoniysizlashtirish va milliylikning irqchilashtirilishi haqidagi aniq masaldir. Shundami uningdagi bosh qahramonning ayollik nazokat va tunji muhabbat haqidagi jonliq aslimalari aslima bilan tasavvurning qandoq qilib chidamliqning teran shakllarini ta'minlaydiganligini ayon qiladi. Tarjimonning tunishtirishlari romanni yozuvchi bilan uning asarlarining g'oyib bo'lishini keltirib chiqargan siyosiy atmosferaga joylashtiradi. Mazkur romanga yana Amerikada tug'ilib o'sgan va Pulitzer proza mukofotiga erishgan turk ayol yozuvchi Elif Batuman Farhod Tursunning Arqa ko'cha romani va Darin Baylerning yuritish xarakterli tunishtirishlari ingliz tilli dunyo adabiyotidagi bir tarixiy hodisadir. Farhodning Urumchidagi bir Uyg'ur ishxona xizmatchisining hayoti haqidagi bayonlari unutilg'usiz va aqlni lol qiladi. Romanning uslubi, kayfiyati va doirasi Kamusni asratib qolmasdan yoki balki u Algeriya nuqtasidan chiqib yozgan yana bir Kamusdir. Balki yana bizga butunlay o'zgachilik va ko'rilib boqmaganlik tuyg'usi berdi. Bu bir utuqdir deb baho bergan. Farhod Tursun kuchli ta'sirga ega nurg'unlagan hikoya, she'r va 3 parcha mashhur romanni yozib nashr qildirgan. Ammo nurg'unlagan nadir asarlari matbuotdagi kontrolligi tufaylidan nashrdan chiqmagan. Bir qism hikoya, maqola, nasr va she'rlari talantli yozuvchi, Sharq Turkiston mustaqillik nazariyasining ijodchisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon afandining nashrga tayyorlashi va mas'ul muharrirligi natijasida 2020 yili Istanbulda nashr qilingan. Uning 1999 yili nashr qildirgan O'livilish san'ati nomli romani kuchli talash tortish qo'zg'agan. Millatimizning ichidagi atalmish ziyoli qo'sqada umuji yo'q o'zining mashhurlik betidan tushib qolishdan ansirab millatning madaniyatini ibtidoiy holatda saqlab qolishga urindigan eti ulug' uspursi quruq qitxo'rlar Farhodni bosh ko'targizmasa, yana bir tarafdan Xitoy uning asarlarining nashr qilinishini kontrol qilib olib, millatning adabiyot san'atining taraqqiyotini bo'g'ib qo'ygan. Farhod hayotida insonning eng buyuk qimmatining tafakkur qilishdan kelganligiga shaksiz ishongan. Mustaqil kuchlik ideyasi tufaylidan jamiyatdoshlari tarafidan yeklanib, Xitoy tajovuzchi hukumati tarafidanmi kuzatish va kontrol ostiga ilingan. Shundaqla erkin bo'lmagan, izchil iz qo'g'lab kuzatilayotgan bir jamiyatda boshdan oxir erkin fikr qilib yashaganlik uchun og'ir badallarni to'lagan. Zo'ravonlik va o'lim tahdidiga uchragan. U Uyg'ur adabiyotida tugamas ijodiylikqa, hayron qolarlik tasavvurga va muntazam tafakkurga ega turibmi, iddisi Uyg'ur adabiyotida asosiy iqim iddisi bo'lgan emas. Keskin, o'zgacha kulturel tanqidlari hech bir vaqt keng doirada muayyanlashtirilgan emas.
Buningdan G'arbning ilg'or madaniyatining Uyg'urlarga tunishtirilish xizmatining mag'lub bo'lganligini ko'rib olishga bo'ladi. Yaponiya tantarbiya kiyim-kechak şirketi Mizuno Corp mahsulotlarida Sharq Turkistondan kelgan paxtani ishlatishni to'xtatganligini bildirdi. Bu harakat Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsanchiligiga bo'lgan andishasining kuchayayotganligini aks ettirdi. Mizuno bu qarorning sababini rasmiy oshkorlamadi. Uning aytishicha, Sharq Turkistondan kelgan paxtaning bir qismi uning tanarkat kiyimida qo'llanildi ekan va Sharq Turkistondan kelgan paxtani ishlatadigan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi to'xtatildi ekan. Amerikani o'z ichiga olgan G'arb davlat hukumatlari Sharq Turkistondan kelgan paxtaga zarba berib, Mizunoga o'xshash Yaponiya kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilarni o'xshamagan materiallarga almashtirishni o'ylashga ilhomlantirdi. Bu haftaning 5-ida Uniqlo yanvarda Amerika tamojna va chegara mudofaasining Sharq Turkistondan kelgan paxta buyumlarini import qilish cheklamasiga xiloflik qilganlik uchun allarning ko'ngliklarini to'shishni cheklaganligi ma'lum bo'ldi. Bu zanjirsimon tijoratni tez partiyasi shirkatining lideri va bosh ijroiya amaldori Tadashi Yanai oldingi oyda Yaponiya shirkatining mahsulotlarining majburiy emgak bilan yasalganligi bayqalsa, ta'minlovchilar bilan bo'lgan savdoni darhol to'xtatganligini, ammo Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga qarata texnik ko'p baho berishni rad qilganligini aytdi. G'ozi Mustafa Kemal Atatürk: biz yashashimiz uchun hur, mustaqil bir millatning bolasi bo'lishimiz kerak. Mustaqillik hayot masalasi degan. Vatani mustaqil bo'lmagan millat qulga qulchilik qilib yashaydi. Allah insonni bir o'ziga qulluq qilib yashashga buyurgan. Shunga faqat Allohga qul bo'lib, bu dunyodami izzat hurmatimiz bilan yashab, oxiratda Allohning mukofotiga erishimiz deyotganmiz. Vatanimizning mustaqilligi uchun kurash qilishimiz lozim. Kurash qilish tavranmas iroda bilan aqlni qo'llanib amaliy harakat qilishda ifodalandi. Bu yerda qat'iy amal qiladigan bir prinsipning borligini idrok qila olsak, hammamiz mo'rini mo'riga tirab birlikda harakat qila olamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.